Qaranglar, nima zakaz qildim. O'zbekistonda buni kilosini 100 mingdan sotishyapti ekan, men Koreyada 600 grammini 88 ming so'mga oldim. Qani endi buni degustatsiya qilib mazasini ko'ramiz. 88 ming so'mga arziydimi yoki 100 ming so'mga arziydimi? Quritilgan klubnika. Qani bu rostdan ham klubnikani ta'mi kelarmikan yoki suxarikni ta'mi kelarmikan? Qiziq yana. Umuman yeb ko'rmaganman buni. Wow. Ushku toza quritilgan. Wow. Voshi cho'tka ekan. Buni sovuq ham maza qilib yesa kerak. Voshi zo'r ekan. 100 ming so'mga bir marta olib yeyishga arziydi, lekin voshi zo'r ekan.